Ob'yom tushunish uchun ko'rayotganda taxminan qanaqa summa haqida gap ketyapti? Uni endi Aytish qiyin bo'ladi deysiz. Kichkina emas lekin. kichkina emas, nechidir 100 million. Dunyodagi top universitetlardan biri bu London iqtisodiyot maktabi LSE da birinchi kirgan o'zbek 6 ta joyga topshirganman, ikkitasi LSE bo'lgan. yo'g'i. Masalan, birinchi proyektimiz 25 mingta uyni elektr bilan ta'minlab bera oldik. Ikkinchi proyektimiz 50 mingta uy. O'sha paytda 7.8 milliard funt bo'lardi. 40 mingta sotib qo'yganmiz. Produkt o'zi yo'q, lekin sotganmiz. Harvard Business School o'z tadqiqotini bitta tema sifatida qaragan. Biz nima sotganmiz? Tez ozish yo'lini sotganmiz-da. Olov loyihasi bu O'zbekistonda Turmush qurish uchun ilova. ana shu ilovasi. Bolasi katta o'ylanish vaqti kelgan onalar bir-biri bilan gaplashish uchun ijtimoiy tarmoq deb o'ylab topgan. Sotasizlarmi kompaniyalarni? Nesh pul desa 30 million. Men xo'p deganman. Nimaga? Boshladik. Xushlik, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz bizning Gashtakka. Vaqt bo'ling. Sizni tanishtiraman, Xushlik aka. Siz ko'p qirrali tadbirkor, investorsiz. Sizni bizneslaringiz Harvard biznes maktablarida tarafidan o'rganilgan bizneslarni asos solgansiz. Bugun juda ham qiziq mavzular bor siz bilan reja qilganimiz gaplashishga. Lekin uni boshlashdan oldin siz qisqacha o'zingizni tanishtiradigan bo'lsangiz va bizning muxlislarga bir sabab bersangiz, nimaga bu podkastni oxirigacha ko'rishlari kerak. Rahmat chaqirganingizga. Demak, tadbirkorman. Hozir investitsiyalar bilan shug'ullanaman. 25 yildan beri Londonda yashayman. 25 yildan oshdi. Bu yerda o'sha maktab tugatganman, keyin bakalavr o'qiganman, keyin o'sha universitetda studentskiy soyuz nima deydi? Talabalar uyushmasimi? Talabalar uyushmasini boshqarganman, saylanib. Keyin magistr, keyin hukumatda ishlaganman, House of Commonsda 2,5 yil. Keyin biznesga o'tib, hozirgacha mana biznes bilan shug'ullanib kelaman. Ajoyib, ajoyib. Hozirgi kunda shug'ullanayotgan biznes haqida ozgina gapirsangiz, keyin boshidan mana aytgan hamma narsalaringizni bemalol eshitamiz. Demak, hozir investitsiyalar qilamiz. Ikkitaga bo'lsam bo'ladi. Bittasi o'zimning o'sha tadbirkorlik ishlarim. Masalan, olov bor, uni gaplashsak bo'ladi. Albatta, gaplashamiz. Ikkinchisi, demak, investitsiyalar, sarmoya. Bu har xil proyektlarga tikiladi pul. Men 2-3 ta oilalar bilan ishlayman, boy oilalar. Ularni o'sha ingliz tilida gapirganda family office desa bo'ladi. O'shalarni pulini qayerga tikishga yordam beraman. Ob'yom tushunish uchun ko'rayotganda taxminan qanaqa summa haqida gap ketyapti? Investitsion fond qancha sizda? Siz boshqaradigan. Uni endi aytish qanaqa bo'ladi deysiz. Kichkina emas lekin. Kichkina emas, nechidir 100 million. Ha, mana taxminan demak kichkina summalar emas, katta investitsiyalar va bu investitsiyalar turli xil joylarga, bu biznes bo'lsin, недвижимость bo'lsin va hokazo. Xuddi shunaqa. Hozir qizuvlardan bittasi bu batareya proyekt bor. Batareyaga o'zimiz batareya qurmaymiz, yer olamiz. U batareyalar qo'yiladi, o'sha industrialniy katta razmerli batareyalar. Ular elektr tarmoqlariga ulanadi va elektr saqlashga yordam beradi. Nima deydi? Storage. Saqlash bo'ladi. Energiyani saqlash. O'zi azaldan energiyani saqlash bu katta muammo bo'lgan. Energiya ishlab chiqarilgan paytda darrov o'sha konsumerlarga, konsumer o'zbekchasi nima edi? Meni ham o'zbekcha klientlarga, ishlatuvchilarga, iste'molchilarga, mana energiya ishlab chiqarilishi bilan darrov iste'molchilarga tarqatilishi kerak edi. Lekin u yoqda ko'p effektivность yo'qoladi. Agar iste'mol qilinmasa yo'q bo'lib ketadi. O'shaning uchun energiyani saqlash bu hozir o'zi juda ham katta trend va sizlar bunga investitsiya qilyapsizlar hozir. Shunaqa. Endi har bitta bizda commodity nima degan, tovarmi? Tovar. Neft bo'lsin, gaz bo'lsin, xohlagan produktingizda o'sha tovarda o'sha saqlaydigan narsasi bo'lishi kerak-da, joyi bo'lishi kerak. Guruch bo'ladimi, bug'doy bo'ladimi, hamma narsada bo'lishi kerak. Chunki chiqarilgan payti ishlatilish paytiga to'g'ri kelmasligi mumkin. O'zida. Bu yerda energiyada bu problema undan ham kattaroq, chunki ayniqsa hozir yangi mana shu quyosh energiyasi, shamol energiyasi ishlab chiqarilish payti vaqti ishlatish vaqtiga to'g'ri kelmaydi. Mana misol uchun quyosh olsak, quyosh demak ertalab chiqarish boshlaydi, panellarga tushadi. Ertalab sekin kunduzga borib ko'payadi. Keyin pasayadi kechqurunga borib. Shamol endi bilib bo'lmaydi qachon bo'lishini. Kechasi bo'lishi mumkin, kunduzi bo'lishi mumkin. Lekin
Angliyada olsak, eng ko'p ishlatiladigan vaqt bu soat demak 6 dan ertalab 8 gacha hamma o'sha Nonushta qilayotgan payt. uyg'onadi, dush qiladi, tosterni yoqadi, ovqat pishiradi, issiqlik yoqadi, mana bu uy isitishi. O'shanda ishlatish pik bo'ladi. Keyin ishga ketgandan keyin 8 da hamma pastga tushishni boshlaydi, energiya ishlatish. U oddiy monitorlar va hokazolar ishlatiladi kunduz kuni. Keyingi piki kechqurun tag'in boshlanadi. Uyga borganda. Soat 5 da. 5 dan 9 gacha tag'in pik eng qimmat vaqti. Oldin qanaqa qilingan bu narsa Angliyada, misol uchun Fransiyada boshqacha o'tdi, atomli energiya ko'proq. Angliyada gaz yoqilgan. O'sha kerakli vaqtida gaz ko'proq yoqiladi elektr chiqarishga, kerakli emas paytida kamroq. O'sha qilib balans qilishadi, taklif bilan talab. Endi problema nimada? 2050-yilga hamma o'sha net zero degan narsa qo'l qo'ygan. Angliya ham, Amerika ham, boshqasi ham. U degani hozirgi gaz yoqilg'ilarni energiya elektr chiqarish, pasaytirish niyatida qo'l qo'yilganda. Tabiiy yangilanadigan energiya manbalariga e'tibor ko'proq. Xuddi shunday. O'shaning uchun lekin bu yerda problema siz o'sha aytayotganimdek taklif bilan talab vaqti to'g'ri kelmaydi. Kontrol qilib bo'lmaydi. Nima qilasiz o'sha paytda? Demak, quyosh energiya chiqarib yotibdi kunduz kuni yoki uni yer tagiga prosta qo'yib yuborish kerak, hech narsa bo'lmaydi, uvol bo'lib ketadi. Yoki ishlatish kerak. Ishlatadigan narsa yo'q kunduz kuni. Kechqurun kerak masalan yoki ertalab kerak azonda. Quyosh yo'q payti. Quyosh yo'q payti. Shamol ham xuddi shunaqa narsa. Bizdagi kompaniyalar keladi-da, aytadi, mana biz ulab beramiz batareyalarni. Batareyalar men aytayotgan bo'lardik, ancha katta. Masalan, birinchi proyektimizda 25 mingta uyni elektr bilan ta'minlab bera oladi. Ikkinchi proyektimizda 50 mingta uy. O'sha keladi-da, aytadi, biz ulanamiz energiyani elektrni anaqasi bor, auksioni bor. Auksionda sotib olish mumkin, sotib olish mumkin, arzon paytda olib, qimmat paytda sotsa bo'ladi. Kechasi o'sha shamol ko'p bo'lganda arzon bo'lib ketadi, olasiz, charj qilasiz, demak zaryadka qilasiz batareyangizni. Keyin ertalab kelganda qimmatlashganda o'sha 2 marta, 3 marta qimmatlashib ketadi. Talab yuqori bo'lgan payt sotadi. Shu 2-3 marta shunaqa qilasiz kuniga. Ajoyib. Podkastni energiya bilan boshladik. Demak, energiya bilan xudo xolasa davom etamiz. Xurshid aka, juda ham qiziq hozirgi faoliyatingiz, lekin bugungi kungacha kelgan, bosib o'tgan yo'lingiz ham men uchun shaxsan juda ham qiziq va bizani ko'rayotganlarga ham ancha narsa o'rgatadi deb o'ylayman. Sizni bitta diqqatimni tortgan narsa 25 yildan beri Angliyada yashayapman dedingiz. Undan oldin men bilaman O'zbekistondan tashqarida yashagansiz. Hayotingizni aksariyat qismi baribir O'zbekistondan tashqarida bo'lgan. Lekin mana o'zbek tilida ravon gapiryapsiz. Ravon emas. Nisbatan ravon. O'zbekiston tashqarida ulg'aygan bitta odam uchun menimcha juda ham yaxshi. Va men uchun bu juda ham qiziq narsa, chunki men o'zim hozir bu yoqda farzand katta qilyapman. Bolalarim O'zbekistondan tashqarida ulg'ayapti. Til masalasi men uchun juda ham og'riqli masala. O'shanga menimcha sizni bu o'zbek tilini, o'zbek madaniyatiga, ya'ni O'zbekiston bilan aloqalaringiz uzilib ketmaganiga uyda ko'rgan tarbiyangiz ham muhim bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun muhim. Uyingizdagi tarbiya haqida, o'zi qanaqa bolaligingiz qanaqa o'tgan, shu haqida gapirib bersangiz. Endi u narsa bizda juda ham oddiy, hammaga o'xshagan bo'lgan. Eski shahar, Toshkent, Ko'kchaliklarga salom. Demak, o'sha 11 yoshimgacha o'sha yerda yashab, o'sib, endi o'sha yoshligingizda gapirgan tilingiz baribir qoladi-da oxirgacha. Siz aytayotgan sal boshqacharoq, mana shu bolalaringiz bu yerga tug'ilib o'sganlar juda ham qiyin ularga. Solishtirsa-da biz bilan. Ular uchun o'sha baribir artificial-da, sun'iy. O'zbek tili ota-ona tomonidan davay qilinadigan narsa. Bizda maktabda gaplashganmiz, bog'chada gaplashganmiz, ko'chada o'rtoqlar narsa sotib olsang, o'sha sotuvchilar hamma o'zbekcha gapiradi-da. Yoshlikda lekin. Lekin o'sha qolib ketadi baribir. Ona tili-yu baribir. Faol ishlatib kelgansiz o'zbek tilini, O'zbekistondan chiqqaningizdan keyin ham, to'g'rimi? Yo'q, undan keyin kamaygan. Undan keyin nima, faqat oilada ota-ona va o'sha o'zbekistonlik o'rtoqlar. O'zbekiston bilan ish qilmaganman, O'zbekistonda o'qimaganman. Men bu universitetlarda-da. Lekin xudoga shukr, baribir qolib ketgan. Bizda ko'p tillar aralashganda, o'sha 11 yoshimda chiqib ketganimizda fransuz tili o'rganish to'g'ri kelgan. Fransuz tili bilmasdik. Maktabga borganimizda birinchi darsim esimda bor. Belgiya mamlakatida.
Maktabga kirganimizda birinchi dars flaman tilidan ekzamen bo'lgan. Birinchi kundan. Birinchi kun. U fransuzcha maktab flaman tilidan ekzamen qilyapti. Flaman tili Belgiyada o'zi 3 ta ofitsialniy til bor. Fransuz tili, flaman tili, gollandcha va nemis tili. Bitta tildagi maktab ikkinchi tilni ekzamen qilyapti. Biza borib O'zbekistonda na fransuzcha bor, na flamancha bor. Bizga endi shunaqa challenge qo'yishgan ota-onamizga peshindan keyin O'zbekistonga barib boramiz deb bilganmiz-da. Sistema o'sha образование sistemasidan chiqib ketmasligimiz uchun, boshqacha bo'lib ketmasligi uchun peshindan keyin Rossiya elchixonasi huzurida maktab bo'lardi. Bu yerda ham bor, Belgiyada ham bo'lgan. O'sha yerga borardik har kuni. Rus tilini o'rganishga. Rus tili va bizani sistemaga to'g'ri keladi, yaqin edi. O'qishi, attestat berardi 9-sinfdan keyin, 11-sinfdan keyin. O'sha bizam bilan parallelni o'qish uchun O'zbekistonda qaytib borganingda qiynalmasliging uchun peshindan keyin bizani ota-onalar shuna qaror qilishgan. Sizlar ruscha maktabga borasizlar, rus tilini ham o'rganasizlar endi va undan tashqari o'sha ertalab fransuz tili. Sizlar qanaqa qabul qilgansizlar buni? Mana ota-onamizdan majburlab. Biz bilmasdik boshqacha. Hayot shunaqa ekan. Hozir endi o'ylasak, ancha uzoq kunlar bo'lgan. Hozir o'ylasam, masalan, 8dan ertalab boshlardik, kechqurun 8gacha o'qish. Bittasi 3:30da tugardi, ikkinchisi 5da boshlanadi. O'sha 1,5 soat o'rtada bor. Bitta joydan ikkinchi joyga borib, nimadir ovqatlanib olish vaqt bo'lardi. Undan keyin 5dan 8mi, 5dan 9gacha bir xil kunlar bo'lardi. Weekend zato bo'sh. Lekin har kuni intensivni masnaqa qattiq bo'lardi. O'sha paytda esimda bor, tillar aralashib ketganda tilga qaytib borsak, adam qoida qilganlar uyda. Demak, bir kunda bitta til gapiramiz. Har kuni bitta boshqa til. Har kuni bitta o'sha tanlaymiz. Qaysidir dushanba masalan fransuz tili bo'lsa, seshanba rus tili bo'lsa, chorshanba o'zbek tili va hokazo. Ingliz tili bo'lmasdi u payt. Agar bitta so'z xato qilib yuborsang, esimda yo'q, 10 tami, 20 tami ajrimaniya edi. Ana jazo ham qattiq. Xo'p deb qilardik. O'sha sekin-sekin o'rgatgan. Endi hozir ancha yomonlashgan o'zbek tili. Hozir mana qarang, ba'zilar bolaligini yashashga bermayapsan, qo'y sal anaqa deb bolaligini qilsin, nima qilasan buncha qilib nagruzka berib deb nima qilishadi, tanqid qilishadi. Siz to'g'rimi shu tanqidlar? Bolaligini yashatish kerakmi yo qattiq-qo'lroq bo'lib turish kerakmi? Uni endi bilmadim. Hammaga menimcha o'ziniki hamma har xil bo'ladi. Bizada juda ham aqlli qilishgan. Bizga unaqa kuch bilan bir narsa qildirishmagan. Bizga aytishganki, mana shunaqa xohlasang, tanlov o'zingizda. Xohlasang. Lekin o'zi tanlov qilib qo'yishgan. Bo'lsa jumani. Lekin prezentatsiyasi muhimda. Qanaqa qilib o'sha sota olsan bolangga. Masalan, osonroq bo'ladi keyinchalik va hokazo deb qanaqa qilibdir o'tkazishganda shuni. Biz o'zimiz xohlab qilganmiz. Hech kimni o'sha nima deydi, blame qila olmaysan-da. Hech kim ayblamaysiz. Ayblamaysan. Endi mana tildan boshladik bu anaqani, lekin o'sha paytdagi yoshlikdagi shunaqa tarbiya yana qaysi ko'nikmalarni, qaysi skilllarni sizda tarbiyaladi deb o'ylaysiz? Mana hozirgacha sizga ishingizga yarab kelayotgan va boshqalardan sizni farqliligini ko'rib biladiganingiz. Eng muhimlardan bittasi bu endi bizga endi Xudo berganda omad kelgan bizga. Mana shunaqa boshqa mamlakatlarda yashab, men o'zimda bo'lmagan bu narsa. Xudoga shukr shunaqa bo'lgan taqdir. Lekin shunga qaramasdan har xil situatsiyani pozitivni qabul qilganmiz. Masalan, shu maktab o'zgarishi o'zi O'zbekiston bilan Belgiya ham Angliyani hisoblasam 11 ta maktabda o'qiganmiz. Har xil tilda. Har xil sistemada. O'zbekcha sistema bu bitta, ruscha sistema bu boshqa, fransuzcha sistema boshqa, Belgiya sistemasi boshqa va Angliya sistemasi boshqa. Образование har xil. Undan tashqari o'sha sistemani o'zida ham nechtadir maktabda. Va har bitta sinfga borsang, yangi sinfga baribir adaptatsiya qilishing kerak-da. O'sha yangi odamlar, yangi o'rtoqlar qanaqadir tirik chiqishing kerak. O'qituvchilar bilan aloqa qurish kerak.
Shunga mana shu eng bizga muhim va foydali bo'lgan narsalardan bittasi o'sha paytda qiyin bo'lsa ham. Hozir o'ylasam, menimcha shu adaptatsiya o'rganish, mana shu yangi joyga kirib bemalol o'rganib ketishdi. Juda ham muhim bu skill hozir. Keyinchalik ham bo'ladi shu narsa. Demak, bu har doim kerak bo'ladigan narsa. Qanaqa sharoitda bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa vaziyatga tushishingizdan qat'iy nazar, siz undan yaxshi chiqishni yoshligingizdan praktika qilgansiz. Unga ko'nikishi, o'rganishi. O'rganib ketishdi o'sha yangi gruppaga. Hozir endi bizda shunaqa vaqtda bitta joyda ishlamaysan butun hayoting. Ish joyi o'zgaradi ko'p. Yangi odamlarni tanishasan. Masalan, priyomliga borib qolsangiz, mana O'zbekiston elchixonasiga bordingiz-da. 4 ta 5 ta xona bor. Har xil odamlar har bitta xonada yuribdi. Kirasizda bir xil odamlar juda ham zo'r, mana bu kirishib ketadi, hamma bilan gaplashib ketadi. Ikkinchi xonaga kiradi, ular bilan ham gaplashib chiqadi, hammasini ulguradi. Bir xillar unaqa qila olmaydi. Uyaladimi, o'zini qabig'ida turib. Bu ham skill-da. O'sha o'zingni tutishni bilish, sotishni bilish, gaplashish, kerakli informatsiya olish, kerakli informatsiya berish. Bu albattaki sizni mana akademik hayotingizda ham o'zini aksini topgan. Siz Angliyada o'qish bitirganingizdan, maktab bitirganingizdan keyin dunyodagi top universitetlardan biri, bu London iqtisodiyot maktabi LSE da birinchi kirgan o'zbek siz bo'lasiz, menimcha. Endi menga shunaqa deyishgan. Bakalavrda shunaqa edi. Bu ham o'zi qiziq bo'lgan. Biz dekabr oxirida kelganmiz-da Angliyaga. Toshkentda 11-sinf edim. Bu yerda bilmayman qaysi sinfdaman, lekin maktabga borganmiz. O'sha biz yashaydigan joyi oldida bitta state school bor edi o'zi. Atrofida juda ham ko'p private school. State school bu davlat maktabi, частный maktab. Borganmizda, demak, Adam, men, ukam o'sha maktabga borganmiz, secondary school. O'sha secondary schoolni boshlig'i bilan ko'rishganmiz. Yanvar boshida. O'sha boshlandi term. Kirganmiz aytganmiz, o'sha mana shu bolalarim adam aytibdilar. Mana shu bolalarim endi kelishdi, maktabga olsanglar deb tushuntirganlar. U endi aytibdi. Juda ham xursandmiz, xush kelibsizlar-yu, lekin bizda sistema bor. Bu ham 6 oy kutish listi bor. Waiting list. Va 6 oy kutish listi odatda sentyabrda yozilib qo'yish kerak. Yo, sentyabrda qabul qilinadi odamlar. O'sha hozirgi kutayotgan odamlar hozir olmaymiz, ularni ham o'sha keyingi yil odamlar ketgandan keyin bo'sh joy bo'lganda keyingi yil olamiz deb mashina qilib tushuntirgan bizga. O'sha yerda odam aytganlarki, bo'ldi, biz butunlay tushunamiz, sizlarni siyosatinglarni qo'llab-quvvatlaymiz. Biz hech qanaqa savollarimiz yo'q bu tomondan. Lekin bitta taklif berib ko'rsak, nima deysizlar deb gaplashganlar. U ham xo'p deb qiziqqan. Adam aytganlarki, mana bolalar, yosh bolalar, bittasi 16 yosh, bittasi 15 yosh. Uyda o'tirsa hozir 6 oy bizani uyni buzib tashlaydi. O'shaning uchun bitta taklif bersak. Masalan, ingliz tilida gapirishmaydi. Rostdan unaqa ko'p gaplashmaydi, faqat kino ko'rgandik. Sinfni oxirida o'tirib tursa-da, qo'shilmaydi. Prosta stul bersalarda, bittasi boshqa bitta sinfga boradi, ikkinchisi boshqa sinf. Oxirida prosta kutib o'tirsa-da, qarab, ingliz tilini o'rganib. Qo'shilmaydi, sizlarga hech qanaqa zarar tegmaydi. Nima deysiz? Lekin sizlarning qoidanglar qoida. Biz hech qanaqa savolimiz yo'q. O'shanda mana shu tutilib qolganda, shunda xo'p deb qolganda. Mana qilib maktabga kirib olganmiz yanvarda. Ofitsialniy maktabda bo'lmagansizlar, lekin ofitsialniy maktabga borish boshlagansizlar. Xuddi shunaqa. Borganmizda, bilmadim. Endi men o'qituvchilarni juda ham hurmat qilaman butun dunyoda. Meni ota-onam o'qituvchi va hokazo, lekin Angliyaning o'qituvchilari juda ham ichi toza-da odamlar, juda yaxshi odamlar. Ko'p men yomonni bilmayman. Bilmayman nimaga bizga rahmi kelganmi, boshqami, lekin baribir bir narsa so'rashni boshlaydi-da sizdan. O'sha sen nima deb o'ylaysan? Mamni yozib ko'r, mamga javob berib ko'r deb mana qilib qanaqa qilib qo'shilib qo'yishmagan sizlarni. Keyin bilasiz, men 12-sinfga kirganman. O'sha A levelda, demak, birinchi termni yo'qotganman. 12-sinfga kirganman-da, aytgan. Bilasiz, sistema bo'yicha o'sha 12-sinf oxirida mock exam degan narsa bor, chernovoy ekzamen. O'shani qilasiz, o'shani baholariga qarab sizga rekomendatsiya beradi universitetlarga qaysi baholar bilan kira olasiz. Imtihon vaqti kelganda aytganki, qilib ko'rasanmi degan. Bo'ldi.
ko'ramiz. Nima ketdi bizdan? Qilib ko'rganmiz, qarasa yomon emas baho. Zo'r emas, lekin yomon emas. Borib aytishgan o'sha administratsiyasiga, bu yomon emas, 13-siga o'tursin deb rekomendatsiya berishganda, mana shunaqa o'tib ketganmiz. Lekin tendensiya yaxshilashligi tez bo'lganligi uchun o'sha 0 dan boshlab ancha yaxshi baho, boshqalarga qaraganda ancha yaxshi baho bo'lganligi uchun bizga o'shani dalshi qilib bahomizni prediksiyani kattaroq bergan. Demak, potensial bor, yaxshi tez o'rganyapti. O'sha 3 oyda mana shunaqa qila olsa, demak, tag'in 1 yilda o'ylaylar nima qila oladi deb yaxshi baho berib, shu orqali universitetga topshirganmiz. Va eng yaxshi universitetga kirgansiz. Kirganman. LSE qanaqa bo'lgan? LSEdagi tajribangizni aytib bersangiz. LSEga kirgan bilan ham siz просто LSEga kirib o'qib chiqib ketmadingiz. Boya siz aytganingizdek, o'sha talabalar uyushmasini boshiga o'tib, u ham kichkina ish emas. LSE endi zo'r joy. Bizda bilasiz, o'sha hamma offerlaringiz bergandan keyin o'sha biza paytda 6 ta joyga topshirish mumkin edi. Sizlar paytda hozir bolalaringiz 5 ta shakli. 6 ta joyga topshirganman. 2 tasi LSE bo'lgan. Bittasi o'sha law bo'lgan, ikkinchisi law with French. Endi fransuz tili bilganman-da. Law with French yo'q degan. Lekin 5 tasi xo'p degan. Lekin problema nima deydi? Problema LSE qimmat edi. Bu bir. Ikkinchisi boshqa universitetlarda scholarshiplar bo'lgan. Grantlar oson bo'lishi mumkin. Arzonroq bo'lgan, ancha arzonroq bo'lgan. Boshqa universitetlarni aytmayman, lekin ular o'rtancharoq edi. Unchalik LSE emas edi. Yaxshi, normal. O'shanda bitta narsa esimda qolgan, aytish kerak-da, birinchi choice nima, ikkinchi choice nima. Bilasiz-ku sistemani o'sha birinchi bu qabul qilishmasa bu degan aniq. Sistema UCAS bo'yicha. Vaqti kelganda o'tirganmiz, deadline kelyapti, tanlash kerak. Hammasi bor, lekin juda ham katta farq. Bittasi zo'r universitet lekin qimmat, ikkinchisi undoroq, arzon va scholarship bor. O'tiribmiz, endi adam o'tkazganlar. Aytganlar, mana o'g'lim katta bola bo'lib qolding. Qaror qabul qilishing kerak. Mendan so'rasang, men senga ayta olaman. Mana yaxshi universitetlar в принципе senga joy berdi. Bunisiga kirsang, Xudo xohlasa tugatasan. Hayoting yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Sog' bo'lib tursang, oila bo'ladi, uy bo'ladi, mashina bo'ladi, yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Bu yerdan O'zbekiston farqi yo'q. Bu ikkinchi masala. Bu bitta sandiq vыбор, tanlov. Ikkinchisi bu juda ham riskovanный tanlov. Bu katta dorga osilishi mumkin xohlasang. Lekin o'tda pulini qanaqa qilish bilmayman. O'zing nimadir qilishing kerak. B tugata olasanmi yo'qmi? Men qancha bo'laman bu yerda bilmayman. Lekin agar qila olsang shuni, to hayoting oddiy bo'lmaydi. Nimadirdir boshqacha bo'ladi. Demak, хотя бы qiziq bo'ladi. O'zing tanla. Xuddi shunaqa o'sha ruscha maktabga o'xshagan narsa-da. Bilishgan nimani tanlash o'zi bor. O'z nomiga bor. Qizil bilan ko'k tabletkani berishgan sizga. Men nimagadir o'ylamasdan aytganman, o'sha LSEni qilib ko'raman. Xudoga shukr, men kirganman, bo'lgan, qanaqa qilib tugatganmiz. Shu joyda bitta savol. Mana dadingiz aytgan ekanlar, universitet, yaxshi universitet ko'proq eshiklarni ochadi. Munora universitet tam yaxshi deb. Hozirgi realiyalarni hisobga olib, bu narsa qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Yaxshi universitetda o'qish. Juda ham muhim. Universitet bu men uchun faqat bilim emas. Bilim endi muhim. Lekin men o'qigan o'sha bizda case law, endi yuridik caselarni o'rganasiz-da. Nimadir qarshi, nimadir sudda nima bo'lgan. Har xil tomondan. Men o'qigan narsa boshqa universitetda ham xuddi shunaqa o'qitadi. Prinsipi unaqa farqi yo'q. Men o'ylashim bo'yicha. Angliyada ayniqsa ancha katta-da, o'rtancha urovень. Lekin farqi bu network. Tanish bilish. O'sha o'zbekcha yomon ma'nodagi tanish bilish emas. Tanish bilishchilik emas. Tanish bilishchilik emas, endi network. O'sha tanishish, kim bilan tanishish, kim atrofingizda siz bilan o'tirib, o'qib, sizni keyingi teparoq urovеньga olib chiqishadi. Mana shu atrofingizda zo'r bo'lsa, siz ham mana shunaqa qilib tepaga chiqasiz, xohlasangiz, xohlamasangiz. Shu atrof muhit juda ham muhimda. Networking juda ham muhim. Universitet baribir ham kerak deyapsiz. Bilim uchun emas, kamida orttiradigan tanish bilishlar. Bilim ham kerak.
qanaqa qilib bilimsiz. Lekin bilimni hozir olsa bo'ladi-ku. Faqat universitetdan olinadi degan narsa hozir yo'q-ku. Hozir internet boshqa. To'g'ri. Lekin baribir muhit muhimda. O'sha atrofingizdagi kim oldingizda o'tiribdi? Kim sizga primer, o'rnak. Baribir yaxshi odamlar yaxshiligiga tortadi, yomon odamlar yomonligiga. Xohlasangiz, xohlamasangiz. O'sha bizni bitta o'zimiz yashamaymiz-da. To'g'ri. Shuning uchun universitet agar menga hozir yana bir marta so'raganda, bilasiz, Peter Thiel qanaqasi bor? Filosofiyasi, ayniqsa MBA lar bo'yicha. Bilasiz? Dropoutlarni aniq qilishmi yo? Yo'q, u aytadiki, MBA qilmaylarda, masalan, $100,000 ishlatmoqchi bo'lsang MBA ga, o'shani o'rniga 10 ta startaplarga tikkin. 10 ta startaplarni o'rganib chiqasan, balkim pul ham qilarsan. No, o'sha foydaliroq ham MBA qilish degan teoriya bor-da. Siz bunga qo'shilmaysiz. Yo'q, men unga endi MBA da balkim boshqacharoqdir, lekin bakalavrda men uchun ayniqsa yaxshi universitet bo'lsa, chunki men hozir shunchalik endi o'sha siyosat, universitet siyosatiga kirganligim uchun, student siyosatiga faqat o'zimni yurist o'rtoqlarim emas, balki o'sha hukumat, o'sha government degan departament bor edi, ekonomika departamenti, management departamenti, har xil departamentlar bilan baribir gaplashardim-da, ko'p o'rtoqlar bo'lgan. Va o'sha o'rtoqlar hozir hammasi qanaqadir katta ishda ishlaydi, katta muvaffaqiyatga erishgan. Bir xilda bor elchilar bor, Angliyaning elchilari, bir xilda bor premier ministr private office'da eng katta assistentlar, bir xilda bor tam katta yuridik firmalarni boshqarishadi, banklarni boshqarishadi. Xohlagan joyingizga borsangiz, badges bor-da, o'sha znachokingiz bor. O'sha orqali kira olasiz. Masalan, mana yaqinda bitta konferensiyaga bordim-da, Amerikada investitsiya konferensiyasiga. Mandan mitinglar so'rashadi. 80 ta miting so'rashdi, 25 tasiga xo'p dedim. Va bittasini esimda bor, yozadi-da, nimaga miting qilmoqchi. O'sha yerda yozgan, men sani universitetingga borganman deb yozgan. Srazu уже qanaqadir yaqinlashadi-da shu tomon. Connection bo'ladi. Connection bo'ladi. Уже xo'p deyishga ko'proq demak, eshiklarni ochib beradi. Yaxshi universitetda o'qish bilimdan tashqari yana tanish bilishlar orqali yaxshi eshikni ochib beradi. Keyinchalik baribir eshik ochishdan tashqari inspiration-da, o'sha sizga har xil yo'llarni bilasiz, har xil odamlarni o'sha gaplarini eshitasiz, gaplashib turasiz ular bilan. Masalan, Dubayda nima bo'lyapti, katta biznesda yoki Amerikaning yuridik firmalarida nima bo'lyapti. Mana shunaqa narsalar yo'q-da, oddiy odamlar. Boshqa joydan olish qiyin bo'lgan jihatlar universitetdan olinadigan. Endi mana bu tomoni juda ham foydali. To'g'ri. LSE-dan keyin magistraturani UCL da qildingiz, siyosiy bilimlar bilishim bo'yicha, to'g'rimi? Va o'sha paytlari siz Angliyada Lordlar palatasida, yo'q, Lord emas, Commons. House of Commons, uzr. House of Commons parlamentda ishladingiz ham. Bu qanaqa bo'ldi? Qanaqasi u yoqda bo'lib qoldingiz va nima ish qildingiz parlamentda? Demak, o'sha LSEda bakalavr qilganimda juda ham qiziqqanman siyosatga-da. Endi yoshlar juda ham o'zi ko'p qiziqadi, hamma romantik yani o'ylash bilan yuradi. Qaynagan paytda siyosatga qiziqib. O'shanda siyosatga qiziqqanimda universitetda, endi LSEni bilasiz, juda ham aktivniy studentskiy soyuz bor. Boshqa universitetlardan qaraganda ancha aktivniy. U yerda o'sha har bitta dunyodagi bo'layotgan narsaga reaksiya berishadi. Studentlar juda ham ishonchi, bir narsani ishonib qolsa bo'ldi, o'shani argumentatsiya qilib oxirgacha boradi. Hammani o'sha gapi bor, o'zini nimadir teoriyasi bor, siyosati bor. O'shalarning ichiga kirib qolganman. O'shanda pozitsiya ochilib qolganda sentralniy apparatda, demak universitetda societylari bor, o'sha student unionni. Ularni boshqaradiganlar sentralniy apparati bor. Sentralniy apparatda ish chiqib qolgan. Saylovda o'tish kerak. Xo'p deb qo'yganman-da, omadim kelib saylanganman. Va keyin o'sha orqali sekin populyarnost orttirib, keyin universitetda parlamenti bor, Union General Meeting degan, payshanba kuni birda yig'ilardi, 150 ta odamdan 200 tagacha odatda har hafta. O'sha yerda har bitta universitetda student unionning pozitsiyasi o'sha yerda gaplashilardi. Demak, o'sha saylangan odamlarni javob olish ulardan,
qanaqadir motion bo'lsa o'shani taklif qilish va ofitsialniy unionni nima deydi o'sha pozitsiyasini bildirish. Ya'ni siz talabalik paytingizda universitetni siyosiy boshqaruviga o'sha aralashgansiz. И o'sha UGMni men председатель bo'lib saylanganman. Men boshqarganman o'shani. O'sha orqali ko'proq tanilib, oxirida 4 ta pozitsiya bor, full time unionni boshqaradigan full time pozitsiya bor. Ularga pul to'lanadi. O'tga saylana olsang va o'sha 4 ta odam union o'sha paytda 2 million funtli byudjeti bor. Ularda publari bor, magazinlari bor, society 150 ta societyni support qilish kerak. Har xil welfare programmalari bor, o'sha psixologik, unaqa juda ham ko'p. Gym bor, hammasini boshqarish kerak. O'sha 4 tani ichida saylanish mumkin. Juda ham konkurensiya qattiq. O'ta rostakasim kompaniya qilishing kerak. Butun yil tayyorlanasan bunga. Va saylov kuni kelganda 2 kun saylov bo'ladi. O'sha yerda o'sha hamma societylarga borib, iltimos meni endorse qiling, iltimos men maslahat qilib beraman senga, sen meni bunga bunaqa qilib bersang deb hamma bilan gaplashib chiqasan. Bizda meni pozitsiyamda 3 ta odam kurashganmiz. Где-то nechidir mingta ovoz bo'lgan. O'sha paytda 8 mingta student bo'lardi. O'shanda 8 ta ovozga yutib chiqqanman. Shunchalik yaqinda, shunchalik qiyin. Va 1 yil o'sha 25 ming funtli salarysi bo'lardi. O'sha 1 yil o'shan bilan yashaganman. Ajoyib. Keyin magistratura bo'lganimda, magistratura endi chista viza uchun qilganman. Qolishga tushunarli. Va o'sha ishlamoqchi bo'lganman-da. Yana qaytib borsa o'sha networkga bitta LSD yaqin o'rtoqlarimdan adasi parlament ishlardi. Deputat bo'lib. Va so'raganman undan, iltimos, masalan, parlamentga kirmoqchiman. Menga qiziq siyosat. Nima qilsam bo'ladi desam, chaqirishgan. Davay, men seni anaqa odam bilan tanishtirib qo'yaman. Bo'ldi deb borganman-da, aytgan, menda ish bor xohlasang, kel degan. Xo'p deb borib, masalan qilib bo'lib ketgan. Magistratura o'qiyotgan paytimda parlamentda ishlashni boshlab, undan keyin tag'in magistraturadan keyin ham 1,5 yil tag'in ishlaganman. House of Commonsda, demak, u odam hukumat a'zosi edi va uni qo'lida cherkovlarni, anglikanskiy cherkovlarni hamma yerini boshqarish uni departamenti edi. Bu Angliyada eng katta, ikkinchi eng katta, qirollik oilasidan keyingi ikkinchi eng katta landlord. Nima deydi o'zbekchasi landlordni? Yer egasi, mulk egasi hisoblanadi. O'sha paytda 7.8 milliard funt bo'lardi. Yer anaqasi, puli, narxi. O'sha ministr Church Estates Commissioner deydi. O'shani qo'lda ishlaganman. 2,5 yil. Va bu menga ancha o'sha real estate'ga ochilish bo'lganda, men ko'zim ochilgan mana shunaqa narsa. Keyinchalik o'zi qo'y bu siyosatini deb sekin hamma gap bu yoqda ekan-ku deb ko'z ochilgan o'shandan keyin. Real estate'ga demak qiziqish u yoqdan boshlangan va u yoqda keyin siz o'sha ko'proq, ya'ni o'zingiz aytganingizdek siyosatdan ko'ra ko'proq tijoriy qiziqishlarga nima qilgansiz va katta yana o'sha paytdagi family office u ham o'zi qiziq bo'lgan. Menda shu o'rtog'im bilan bitta yaqin o'rtog'im bor, biznes partnyorim. Biza universitetdan keyin o'sha paytlar mana bu katta crashdan oldin 2008dan oldin bo'layotgan gaplarda 100% qarzga ola olardingiz. Masalan, bino o'zingiz pul tikmasdan, 100% hammasini ipotekaga. Agar bilsangiz qanaqa qilishni, shunaqa qilsa bo'lardi. Biza o'sha 2 ta yosh bola, 21 yosh bo'lsa kerak, borib bitta Leedsda ofis topganmiz. Leeds shahrida 13 millionga ofis topganmiz. O'shanga bid qilganmiz. So'ragan narxini 13 millionni berib, 2 ta yosh hech narsamiz yo'q. Sotib olamiz deb kelishgansizlar. Yozib berganmiz. Ular xo'p deb qolgan. Endi pul topish kerak. Borib banklardan so'raganmiz. Banklar ham xo'p degan. Yopamiz, butun 100%ni qilib beramiz sizlarga. Xo'p deganmizda, undan keyin sekin-sekin mana shu proses bo'layotganda yuristlarning pulini bank qoplamaydi. Yuristlarni o'zingiz uchun tejlangan. O'sha yerda pulimiz bo'lmagan. 40 ming funtmi yetmagan o'zimizga shu yuristlarning ishini to'lashga. Lekin shu orqali gap chiqib ketgan, mana shunaqa yosh bolalar bor ekan, nimadirlar
harakat qilishyapti, banklar bilan gaplashib bilishar ekan, qanaqa qilib struktura qila olishyapti, lekin puli yo'q. Bu bitta tomon. Ikkinchi tomondan bitta oila greklar 2006-yil 8000 ta kvartira, eng katta landlord, private landlord odam 8000 ta kvartira qurgandi 93 bilan 2006 o'rtasida. Bu qaysi shaharda? Londonda. Canary Wharfda, Clerkenwellda, Hackneyda, hamma mana shu yangi qurilishlar o'sha paytda bo'lganda. 8000 ta kvartirani olib sotib yuborgan. Eng pikida 2006da. Deb pul paydo bo'lgan. U pulni nima qilishni bilmaydi. Prosta qo'yib qo'ysa inflyatsiya yeb tashlaydi. Keyin qanaqa qilib tanishib qolganmiz. Qanaqa qilib? Endi bu ham. U alohida podkast chiqib qo'yaylik. Aytganki, sizlar mana nimadirlar qilayotgan ekansizlar. Menda pulim bor. Davay bir narsa birga qilib ko'ramiz. Sizlar menga ishga kelasizlar, masalan qilib bir narsa qilamiz. Biz aytganmizki, yo'q, biz ishlay olmaymiz, senga biz o'zimizning kompaniyamiz bor, biz kompaniya bo'lib birga ishlaymiz. Ya'ni xodim bo'lmaymiz? Xodim bo'lmaymiz, birga prosta ishlaymiz. Biz biznesmenmiz o'zimizcha. Xo'p deganda u ham boshlaganmiz. Mehmonxonalar sotib olish boshlaganmiz. O'sha pul bilan katta pul bor edi. Mehmonxona Britaniya o'zida. Birinchi o'sha qaysi birini olganmiz? Liverpooldagi Hilton'ni olganmiz. 217 ta xona, 47 ta kvartira tepasida yangi Grosvenor qurgan. O'shani olganmiz. Keyin Cambridge Garden House degan mehmonxonani birinchi Double Tree qilganmiz. Double Tree u paytda faqat Amerikada bo'lardi. Biz olib kelganmiz uni. Keyin Shotlandiyada Dunblane Hydro degan katta qasr olganmiz. Uni 216 ta xonali mehmonxona qilganmiz. Hozir Double Tree u ham. Keyin Lutonda Hampton by Hilton qurganmiz. Keyin Syon Park bor, Twickenhamda. Bilasizmi yo'qmi? Londonda bunaqa Twickenham bor-ku, rugbyni bazasi. O'shani oldida Syon Park degan joy bor. O'sha yerda men mehmonxona qurganman. O'sha paytda Waldorf Astoria edi, hozir Hilton bo'lgan. Park o'rtasida Gertsek Northumberland Gertsekini yeri. O'sha yerda ruxsat bo'lgan mehmonxona qurish 122 ta xonali qurganmiz. Hozir bu hammasi o'sha bitta Leedsda gostinitsa olishga harakat qilgan tajribadan kelib chiqqan narsalar. Ofis olishdan kelib chiqqan tajribadan. Qayerdan olgansizlar? Qanaqasi? U ya'ni bu hozir aytayotgan narsalar bu katta ishlar-da. Ya'ni uncha odam tajribasi bo'lmasa qilish qiyin bo'lgan ishlar. Sizlarda qayerdan, duh qayerdan kelgan bunaqa narsalar qilishga? Uni bilmadim. Ja qiziq bo'lgan. O'sha paytda bu qiladigan vaqt edi-da. 2006-2007 banklar xohlagan pulingni berardi. Real estate ko'tarilyapti. Ja zo'r payt edi olish. Undan keyin Clubmed olganmiz, Sitsiliyada eng katta Clubmed 98 gektarli. Keyin Germaniyada shopping center, 3 ta shopping center olganmiz, Rostock, Lübeck degan shaharlarda tepada. Va hokazo mana shunaqa qilib kattalashib, mehmonxona, undan keyin bitta zdaniyasi bo'lgan, o'sha eski qurayotgan zdaniyasi Baker Streetda, bilmayman, bilasizmi, anu tepada soatli zdaniya bor, oq. O'sha yerda 100 ta kvartira qilib qurganda ichini. O'shani sotganmiz krizis o'rtasida. Ja qiziq mana shunaqa istoriyalar bo'lgan. Mill Harborda 600 ta kvartira bo'lgan. Uni ham qanaqa qilib sotganmiz. 2008 da crash bo'lgandan keyin. В общем, undan keyin crash bo'ldi. Bu grek aytdiki, men уже sotib olmayman hech narsa. Mana shu borni boshqaraylik, bilmayman nima bo'ladi. Biznesmenmiz, biz bir narsa qilamiz, da o'zimiz harakat qilib ko'ramiz deb borib qanaqadir qarz topganmiz. Qarzlar diskont sotilyapti. O'sha banklar bankrot shunchalik yomon bo'lib ketganki, amerikanskiy katta banklar qarzlarini arzonga sotgan. Biz bitta qarz topganmiz. Qarzlar yoqda har xil qarz bo'lgan, yoqda yomon qarz. O'sha syndicated bor, A, B, C notlar bor. O'sha biz B notni olib, u qarz Germaniyada anaqa care homeslarga berilgan qarz. Qariyalar uyiga. Bizani o'ylashimiz bo'yicha Germaniya care homes hech qachon bankrot bo'lmaydi, chunki bu davlat, почти davlat. Shuning uchun qarz olsa hech narsa qilmaydi, lekin 60% diskount. $40 million kerak. Hozir bu degani mana Germaniyadagi qariyalar uyi kimgadir ham qarzi bo'lgan, u qarzni arzonroq narxga sizlar olgansizlar, shu bilan o'sha sotyapti, biz olmaganmiz. Sotyapti, sizlar olishni o'ylayapsizlar va shunda ular qarzdor bo'lib qoladi. Ikkita yosh bola.
Demak 100 millionlik qarzni bizni 40 millionga gaplashganmiz. 40 millionga olamiz deb. Bormi 40 million? Yo'q-da. Endi yosh bola, ambitsiya bor, naivlik bor. Naivlik bor. Borganmiz o'sha Grekka, 40 million berib tur deb. Qo'ysangchi degan. Bermagan. Biz ham endi xo'p deb chiqib ketib, o'zimizcha qidirib ko'rganmiz 40 millionni 2009da. Juda ham qiyin vaqt edi bu payt. Hech kim bermagan albatta. Keyinchalik bilsak, kimdir sotib olgan o'shani, keyin u qarzni equity-ga aylantirib, 1 yil ichida 120 millionga sotgan. Shunaqa deallar bo'lganda, o'sha paytda mana shunaqa pul qilsa bo'lardi. Biz endi qila olmaganmiz, yosh bola, pul yo'q, hech narsa bo'lmagan. Lekin shu orqali o'tirib o'ylaganmiz nima qilishni. Chunki o'sha pul kamayishni boshlagan. Nimaga yashaysan? Ikkalamiz o'sha biznes partnerimiz ham reality check bo'lganda. Va shunda keyin Zagoraga asos solgansizlar. Men Zagora haqida bilgan narsalarimni hozir aytay. Evet. Siz keyin unga qo'shimcha qilasiz yo to'g'rilaysiz. Bo'ladimi shunaqa? Evet. Xo'sh, Zagora o'z vaqti uchun bu juda ham nestandart bo'lgan marketing yo'llari bilan biznes qurgan va lean deydi-ku, kam xarajat bilan tez o'sadigan biznes qura olgansizlar. Biznesning asosiy konsepti siz aytganingizdek o'sha hot pants, mashg'ulotlar shug'ullanayotganda kiyiladigan kiyimlar bo'lgan va bu shunchalik zo'r bo'lganki, o'sish shunchalik tez bo'lganki, sizlar o'z vaqtida bunga ko'p mukofotlar olgansizlar. Eng tez o'sayotgan startap sifatida boya podkast boshida aytganimdek, Harvard Business School sizlarni o'zini tadqiqotini bitta tema sifatida qaragan. Brighton universiteti hatto sizlarni o'sha hot pantlarni research qilib, haqiqatan buni ishlatganlar 11% nima yo'qotar ekan degan xulosaga kelgan. Ya'ni hozir masalan mana katta brendlar bor, Gymshark, boshqa o'sha ijtimoiy tarmoqlarni ishlatib mana qilgan. Qaysidir ma'noda ular sizlardan o'rnak olgan ko'p narsalarni. Sizlarni playbookni, sizlar yozgan ssenariy bo'yicha anaqa. Ranglarni ham. Ranglar hamma anaqalar. Ya'ni sizlar o'sha paytda qaysidir ma'noda haqiqatan innovatsiya qilgansizlar. Biznesda ham, sport kiyim sohasida ham, marketing sohasida ham, influencerlarni jalb qilish bo'lsin, boshqa qilish. U paytda hali hech kim unaqa o'ynamagan. Va shu bilan ko'rsatyapsizlar-ki, u paytda katta o'yinchilar Nike bo'lsin, boshqa narsalar bo'lsin, ular bilan tengma-teng urush oladigan, raqobatlasha oladigan biznes qursa bo'lishini sizlar isbotlagansizlar. Nimalarni to'g'ri aytdim, nimalarni ham to'ldirasiz? Hamma narsani to'g'ri aytdingiz-ku, lekin bizda bitta secret weapon bor edi, o'sha secretimiz bor edi. Secretki o'sha secret emas o'zi. No, omadimiz kelib qolganda, o'sha paytda hamma kompaniyada problemasi nima? U sotuv. O'sha qanaqa qilib massiviy sota olasan. Bu kompaniya 20 ming funt tikilgan narsa. Hech qanaqa investorsiz. Faqat o'sha birinchi produktlarga tikilgan pul. U ham nechidir marta o'zgartirilgan. Produktni o'zini olsangiz, akvalanglar kiyadigan neopren degan produktdan qilingan narsa. Ichida tag'in bitta lining bor, isitish uchun. Lekin prinsipi oson narsa. Hamma qila oladi. Va ko'plar qilgan ham keyinchalik. Lekin bizda nima qila olganimizni, buni distributsiyasini topa olganmiz. Qanaqa qilib sotish yo'lini. O'sha marketing bitta tomonda tursin, lekin bizda mashina topganmiz. Qanaqa qilib qilish. O'sha ham Groupon bo'lgan. O'sha payt eng cho'qi chiqqan payt. Groupon u o'sha paytda zo'r ketayotdi. 11 milliardlik kompaniya edi. Oldida klientlari 150 millionta klienti bor edi. Grouponni lekin to'g'ri ishlatishni bilish kerak. O'sha ko'p kompaniyalar bo'lardi, Grouponda bo'ladi, lekin unaqa katta muvaffaqiyat qila olmasdi. Groupon bu bilmaydiganlar uchun aytib o'tamiz. Bu skidkalarni platformasi, to'g'rimi? Mahsulot yoki xizmatlarni arzonlashgan narxda berish xizmati bo'lgan. Sizlar bundan faol foydalanansizlar. U paytda bitta deal bo'lardi bir kunda. Demak, Grouponda 150 millionta klientingiz bor. Yozilgan sizga. Siz ularga bir kunda bitta diskont yuborasiz. Cheklangan miqdorda. Nima bo'lsa ham, stakan bo'lishi mumkin, kiyim bo'lishi, boshqa narsa. Va Angliyadan boshlaganmiz, demak, o'sha Angliyani klientlariga yuborish boshlagan Zagorani, hot pants, masnaqa rezultatlar bo'lishi mumkin, videolar qilganmiz va hokazo. Chiroyli marketingni chiroyli qilish bilish kerak. O'shani qila olganmiz. Va ketdi, boshlangan sotish. 500 ta, 1000 ta, 2000 ta qarasak, bir kun 40 mingta sotib qo'yganmiz. Produkt o'zi yo'q. Lekin sotganmiz. Chunki Groupon keladi, aytadi, nechta produktingiz bor?
sota olsang любой bor. Xo'p. 40 mingta sotgan. Biz tayyor emasmiz. Produkt 500 ta bo'lsa bor. 40 mingta yo'q. Uni supply chain'i zakaz qilishing momenti bilan Tayvonda ishlanardi. Kelgunicha 4 oy o'tadi. Lekin sotib qo'ygansan. Keyin nimadir qilish kerak. Ikkalamiz o'tiribmiz, hech narsa yo'q hali. Bitta agentstoga borganmizda ishchilar beringlar, mana bu vaqtinchalik ishchilar, customer service'ga javob berishga deb yozganmiz. Xo'p deb 4 ta 5 ta odam yuborgan. Kelib yotibdi endi. Zaпрос. Qachon meni produktim keladi? 1 hafta o'tdi, 2 hafta o'tdi. Biz javob beryapmiz. Bitta template uzr, kechga qolyapti. Keyinchalik undan keyin o'zgartirganmiz bulyonni, aytganmizki, uzr, hozir bo'lmaydi produkt. Qanchadir oy qoldi. Xohlasanglar pulinglarni qaytarib beramiz. Yoki xohlasanglar kutinglar. Bizaga surpriz bo'lgan narsa ko'plar kutgan. Qaytarib olmoqchi bo'lganlar ko'p bo'lmagan. Ko'p bo'lgan. Biz uchun juda ham qiziq bo'lganda emas narsa. Bu narsa ham brendni jozibadorligini orttirganda bo'laysizmi? Kutish, anticipation deydi-ku, keyin u ham seryozni bo'lib ketgan. Bir paytlar odamlar ofisimizga kelishni boshlagan. Yo'q. Biz nima sotganmiz? Biz tez ozish yo'lini sotganmiz-da. Bir xillar uchun juda ham muhim bu narsa. O'sha qanaqadir to'y bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, nimadir tez ozish kerak. Produktga to'lab qo'ygan pul qachon bo'ladi? Ofisimizga kelgan, bir xillar tam yozib ketgan narsalar, chizib ketgan, sindirishgan, nima qo'y. Shunaqa narsalar bo'lgan. Endi biz nima qilamiz? Xo'p deb olgandan keyin yo'q demaysan-ku. Undan keyin 4 oyda hammasini yuborganmiz. U ham house juda ham ko'p bo'lgan. Royal Mail ishlatardik. Royal Mail sistemasida noto'g'ri kirgizishgan bizani. U ham problema bo'lgan. Bir-birimizni sudlashganmiz Royal Mail bilan. Royal Mail bizga bill yuborgan 400 ming funtga. Men ulardan anaqa urushib necha pulga 80 mingga ham tushirganman. Shunaqa narsalar bo'lgan bizda. В общем, oxirida mana shunaqa kattalashib, keyin Amerikaga borganmiz. Amerika endi u juda ham boshqa dunyo, katta bozor. Oxirida mana shu 2 yil ichida 1 millionta produkt sotganmiz. 600 mingta odamga, 142 ta maktabda. 142 ta mamlakatda uzr. 20 ming funt investitsiya bilan. Qancha bo'lgan valuation taxminan o'sha? Birinchi yilimizni 18 million dollar qilganmiz. Birinchi yil o'zi. Ikkinchi yil ham примерно shunaqa. Va birinchi yil oxirida kelgan bizga private equity degan, bitta private equity kelgan. Aytgan, sotasizlarmi kompaniyalarni deb. Nech bo'ldi desa 30 million. Men xo'p deganman. Ikkita partnerim yo'q deyishgan. Men aytgan, "Menikini olinglar" deganman. Yo'q, hammasini yo'q hech kimni. O'shalar qolib ketgan. Shunaqa vaqtlar bo'lgan. Hozir mana biznes juda ham muvaffaqiyatli biznes. Keling, mana muvaffaqiyatli biznesning ingredientlari haqida ozgina gapirib bering. Nima o'sha paytda Zagorani bunaqa muvaffaqiyatli bo'lishiga sabab bo'lgan deb o'ylaysiz? Makro bor, mikro bor. Demak, makro o'sha sistemani o'ylasangiz, muhit o'zi yaxshi bo'lmagan. Bu o'shani krizisdan keyingi vaqtda. Krizisdan keyin o'sha bir xil industriyalar anti-siklda, siklga teskari yaxshi industriyalar bor. Masalan, o'qish. O'sha paytda men real estate ham qarab turganman, bu property dunyoga. O'sha paytda student accommodation o'sishni boshlagan. Odamlar demak o'qishga pul tikishni boshlagan. Chunki odamlarda o'sha tashqarida problema bo'lsa, ishmi, boshqami, biznesmi, ichkariga qarashni boshlaydi. O'zini yaxshilashni boshlaydi. Jimlar zo'r ko'tarilishni boshlagan. Covidda ham ko'rdik bu narsalarni. Covidda ham bor. O'qish zo'r bo'lishni boshlagan. Любой men bu sportivniy xohlagan narsa, o'sha biza bo'lamizmi, Lululemon o'shanda ko'tarilishni boshlagan. Bizani eng katta biza uchun konkurent o'sha Lululemon edi. O'sha paytda. Hozir endi ular katta bo'lib ketdi. Juda ham katta. Gymshark hali yo'q edi. Yo'q, ular yo'q edi. Shunda ichiga qarash internal o'sha boshlaydi, yaxshilashni o'zini xohlaydi, yaxshilashni 1 yil mayli ishlamayman-da, qayerdadir o'qib kelaman. Yoki mayli nima ish bo'lsa ham ishlayman-da, zato jimga borib sog'lig'im yaxshilayman. Nimadir maslaqa shu industriyalar o'sishni boshlagan. Bu tomondan bizga yordam. Demak, mana trendni to'g'ri topib olish kerak. Bu bitta ingredient biznes muvaffaqiyatli bo'lish uchun. Faqat shumi? Yo'q, albatta. U
Birinchidan bozor katta bo'lishi kerak. Biznes ishlash uchun mana hozir endi tikish tomonidan gapiraman. Nechtadir faktor bo'lishi kerak. Bittasi bu qanaqadir problema bo'lishi kerak. O'sha problemani yechimi senda bo'lishi kerak. Va o'sha yechim oldingi yechimlardan yaxshiroq bo'lishi kerak. Demak, har bitta aytganingiz Zagorani misolda aniq qilaylik. Zagorada nima problemaga nima yechim beryapti? Endi u yerda o'sha ozish masalasi bor. U paytda hali yoga, pants degan narsa bo'lmasdi. U paytda hali yangi narsa edi, bunaqa shortilik. Trend ko'tarilayotgan payti edi. Bizga tuzmasak ham trendni, o'sha trendni birga o'sganmiz. Lekin bozor katta. O'sha bozor, sport bozori даже o'sha paytda 300 milliard dollarmi shunaqa edi, sport bozori. Bozor kattaligi faqat o'zi in isolation deydi-yu, faktor qanchalik to'g'ri bozorning ichidagi o'yinchilarga ham qarash kerakmi? O'sha bozor katta edi, lekin katta o'yinchilar ham bor edi, u bozori ko'p qismini olgan. Lekin kattalashyapti-da. Mana shu trend o'sha aytaman, krizis bo'lgandan keyin katta bozor kattalashyapti. Problemalar ham katta. O'sha demak, ves problemasi, odamlar ozish xohlashi, bu bizni qanaqadir yechim berganmiz. Xohlasang bor jimga borganda yoki mana yugurganda qanchadir nechadir yilda qanchadir ves yo'qotasan yoki bizdagi shortcut bor. Tezroq. U ham bor narsa, o'sha Brightonda aytganingizdek, Brighton universiteti test qilishgan. Tadqiqot qilib ko'rishgan. Nimaga bilasizmi? O'sha yurakni tezlashtirgan. Qon aylanishini tezlashtiradi. Istadida va yurak tezlashadi va yurak tezlashganligi uchun ko'proq kaloriya ishlatiladi va kaloriya ishlatilgani uchun tezroq ves yo'qotiladi. Shunaqa bo'lgan o'zi. Shunaqa qanaqadir ham IP ham bo'lishi muhimmi? Biznesi muvaffaqiyatli bo'lishi uchun qanaqadir ham bitta ilmiy, bitta backup bo'lish muhim va bu narsa ayniqsa bir xil narsada, masalan, meditsinada muhim, boshqa narsa, buni gaplashsak bo'ladi keyin, lekin bizani biznesda biz qila olmasdik IP. Bizda hali ham bor IP'imiz, hot pants degan trademarkimiz bor. Hot pants masalan deb qanaqadir kiyim yasamoqchi bo'lsang, qila olmaysan. Lekin u muhim emas. Yo'q lekin. Yo'q. Chunki patentda bir narsa qimillash kerak-da. Masalan, soat ichida patent bo'ladi, qimillashi. Bizda trademark bor. Lekin uni o'zi yetmaydi, chunki xohlagan odam shorti chiqarish mumkin. Uni dokazat qilib ber, sandan o'rgangan yoki sanikini qilgan. Va ko'plar qildi ham, ko'plar o'xshata olmadi ham. Storytelling qanchalik muhim biznes uchun? Buni ham aytaman. Zagorada juda ham kuchli hikoyasi bo'lgan menimcha. Chunki mana o'sha Desi men qilgan researchlarga qaraganda to'yga tayyorlanayotgan bo'lgan, ozish kerak bo'lgan va shunda mana har xil narsalarni sinab ko'rib, o'zi keyin hot pants chiqargan degan bitta istoriya bor edi va bu istoriya ko'pchiligiga resonate qilardi. Ko'pchiligiga aks sado topardi. Shu ham bitta muvaffaqiyatni faktori bo'lganmi va umuman storytelling biznesning muvaffaqiyati uchun qanchalik, faqat biznes emas, umuman muvaffaqiyat uchun qanchalik muhim? Endi buni bilasiz o'zingiz. O'sha hikoya bu butun hamma narsa hikoyada dunyoda. Hamma narsa. Uyda ham qanaqadir storytelling, tashqarida ham, ishda ham, biznesda ham hammasi qanaqadir istoriya sotasiz. Storytelling bu juda ham muhim. Eng muhim narsalardan bittasi. O'sha Hararidan so'rasangiz buni sizga aytadiki, o'sha bu eng muhim narsa dunyoda. Shu deb sivilizatsiya bor. Hikoya bo'lganligi uchun. Odamlar birga yig'ila olgan, birga bir narsa qila olgan. Zagorani mana hozir men aytgan hikoyasi bu haqiqatan bor hikoyami yo? Uni aytmayman. Nimaga buni so'rayapman? Ko'pchilik hozir biznes qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin aytish mumkin, menda yo'q hech qanday hikoya deyish mumkin. U hikoya bo'lmasa biznes bo'lmaydimi yo u hikoyani keyin ham retrospektivni hal qilsa bo'ladimi? Odatda o'zi teskarisi. Odatda o'zi hikoya bo'ladi va o'sha deb ham o'zi biznes bo'ladi. Odatda yaxshi bizneslar nimaga boshlanadi? O'zingizda problema bo'lganligi uchun. Odatda shunaqa bo'ladi o'zi. Lekin bir xillarda shunaqa bo'lib qoladiki, biznes birinchi bo'ladi, keyin hikoya yasash kerak. U ham bor narsa, unaqasi bor narsa, ko'plik qiladi. Men bilaman bunaqa odamlarni ham. Endi mana Zagorning hikoyasi zo'r. Juda ham ko'p muvaffaqiyatlarga erishgan, lekin hozir yo'q Zagora. Va siz ham 2015-yilda chiqdingiz. Nimaga? Shuni so'radingiz baribir. So'radim. Bu yerda endi jabr qizuv bo'lgan, u ham 3 ta partnyor bo'lganmiz. 3 ta partnyorning o'rtasida kelishmovchiliklar boshlangan.
kelishida bo'ladigan narsa bu. Ya'ni Bo'ladigan faqat narsa. sizlarda bo'lgan narsa emas, bu ko'p bizneslarda bo'ladigan narsa. Ko'p narsa va fundamentalniy farq qilardi. Hmm. Tez pul qilib olish kerak. Keyinchalik o'sha Nike qiladi, Adidas ham qiladi, boshqa ham qiladi, bizga non bo'lmaydi bu yerda. No, bizni birinchi bo'lgan joyimizda tez qilib olish kerak. Bu bizning teoriya edi. Boshqa teoriya yo'q. Hozir fundamentalniy bizda demak qanaqadir bazamiz bor. Qanchadir pul ishlaganmiz, xohlasak magazinlar ochib tashlasak bo'ladi. Rostakasini brend qilish kerak. O'sha Lululemonga qarshi konkurent bo'la olamiz deb boshqa bu teoriya edi. O'sha shunchalik farqi kattaki, buni ijrosi. Chunki hamma narsani o'zgartirish kerak edi. Yoki bu yo'li bo'lish Ikki kerak. xil yo'nalish u. Juda ham har ikkalasini xil. birga olib keta olmaydigan narsa bu. Ha. Chunki agar arzonlashtirib o'sha Groupon va hokazolarda qilsangiz, bunga zarar qiladi bu biznesga. O'sha Lululemonlar ham arzonlashtirmaydi. Bir bo'lib tursa bo'ladi, no har doim bo'lmaydi. Hozir mana juda ham detallarga kirmagan holda umumiy anaqani aytadigan bo'lsak, mana biznesni boshlayotganlar bordir, hozir hamkorlikda, sherikchilikda yoki boshlamoqchi bo'lib turganlar bordir. Bunaqa holatlarni oldini olish uchun nima qilish kerak o'zi? Qanaqacha siz hamkoringiz bilan, sherigingiz bilan kelajakda dunyoqarashinglar, biznesga nisbatan dunyoqarashinglar har xil bo'lib qolmasligini qanaqa oldini ola olasiz yoki qanaqasi buni oldindan bilishni yo'li bor deb o'ylaysiz? Endi menimcha butunlay bundan qochish qiyin. Baribir o'zingiz aytgandek qanaqadir kelishmovchilik bo'ladi. Strategiya bo'lmasa boshqa narsa, kimni ishga olish, kimni ishdan haydash, qancha pul nimaga ishlatish, baribir bo'ladi bu narsa. Lekin sherikchilikda o'sha gaplashib olish kerak-da. Qanaqa situatsiyada kim qaror qiladi? Kim nimaga javobgar? O'yin qoidalarini boshidan belgilab olish kerak. Agar ilojisi bo'lsa. Chunki baribir muhimda bu narsa. Eng muhim narsa o'zi mana shu founderlar. Founderlar agar bir-biri bilan urushni boshlasa, o'zi biznes o'ladi. Ko'p mana startaplarga investitsiya qilasiz, analiz qilasiz. Boshida biznes boshlayotganda baribir mana qanaqadir euforiya bo'ladi-da. O'tirib siz boshidan o'ylamaysiz, men hozir katta bo'lib ketaman, bu bilan meni sherigim bilan anaqalarimiz, dunyoqarashimiz har xil bo'lishi mumkin degan narsalarni o'ylamaysiz-ku. Va uni o'ylash ham o'zi boshida hali yo'q narsaga san nimaga bunaqa xuddi katta narsani bo'layotgandek, bu yoqda hamma narsani qog'ozga tushirish boshlading degan nimalar bo'lishi mumkin. Shunga qaramasdan ham baribir ham bu narsalarni o'ylash kerakmi? Menimcha, ayniqsa sherigingiz yangi bo'lsa, oldin ishlamagan bo'lsangiz u bilan. Menimcha gaplashib olish kerak. O'sha baribir oilada ham shunaqa bo'ladi-ku o'zi. Oila qurayotganda ham boshidan gaplashib olinadi. Seni ishing bu, meni ishim bu. Bir-birimizga nima qilmaymiz. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz, no, hammani o'z vazifasi bor. Hammasini o'zi. Shunaqa qilib olsangiz, osonroq keyinchalik. Sizlarda unaqa bo'lmagan. Boshda. Zagoradami? Zagorada. Endi menda bitta plusim bo'lganki, bu partnyorim bilan ko'p ishlar qilganman-da oldin. Va shu tomondan biz bir-birimiz bilan tushunishimiz bo'lardi o'rtamizda. Zagoradan keyin siz ko'proq shu investitsiyalarni boshqarish, investitsiya sohasiga ko'proq kirib ketdingiz. Bir xil narsalar investitsiyalar, bir xil narsalarda o'sha boshqa startaplarga yordam berish bo'ldi va hozirgacha ham shu Zagorada o'rgangan tajribangiz bunda qo'l keladimi? Bu mana qaror qabul qilishda, investitsiyalarni baholashda va hokazo. Unchalik emas. Unchalik emas. Nima ko'proq yordam beradi, ta'sir qiladi deysiz? Menda bitta o'xshamagan proyektim bo'lgan. U ham musor proyektim bo'lgan. Musor deganda Вывоз мусора. Ya'ni proyekt o'zi musor emas. Yo'q. Musor bilan bog'liq proyekt bo'lgan, axlat chiqindi bilan. Angliyada 5000 ta kompaniya bor-da, axlat oladigan. Kattalari bor, hamma taniydigan mana bu Bifa, Veolia'lar. Lekin kichkinalari ham ko'p, mana bu Man and Van'lar. 5000 ta. Va o'shalar uchun Uber sistemasini qurmoqchi bo'lganman. Har bitta kompaniyani musorga to'lash kerak. Uylar emas, kompaniyalar to'ma. Uylar konsul tax orqali pul to'lanadi. Kompaniyalar demak o'sha отдельный byudjet liniyasi bor, musor uchun to'laydi. Qog'oz bo'ladimi, recycling boshqami. O'shani qilib ko'rganman. O'xshamaganki, pulim yetmagan oxirigacha yetkazishga.
Va shunga investitsiyalarga borganman. Mhm. 60 ta VC'lar bilan ko'rishganman shunga. Shu orqali. Angliyada. Bir xillari xo'p degan, pul beramiz degan, bir xillari yo'q degan, ko'plari yo'q degan, lekin pul beramizlar ham bo'lgan. Pul beramiz degan joyda, lekin usloviyalari to'g'ri kelmagan menga. Shartlari qiyin bo'lgan. Qiyin bo'lgan. Men o'zim yo'q deganman-da, undan keyin baribir bo'lmagan, o'xshamagan. Pulsiz qiyin-da bunaqa narsani qilish. Hozirgacha ham hech kim qilmagan, lekin menimcha baribir bo'ladi bu, bir kun emas bir kun. Shu joyda men o'rganganmanki, mana shu investorlar baribir ko'p narsani noto'g'ri qiladi degan narsa kelganda menga. Keyinchalik bu mana shu narsa yordam beradi menga. Lekin o'sha paytda endi bilmasdim uni. Hozir bu ko'p investorlarning eshigini taqillatganingiz sizga imенно bu investorlik sohasini yaxshiroq o'rganish uchun tajriba bo'lgan. O'zingiz investor bo'lganingizdan keyin siz biznesdan baribir operatsion tarafdan baholashingiz kerak bo'ladi. O'shanda ham sizni Zagorodagi operatsion ishlarda nima qilgansiz? Endi конечно yordam beradi-yu bu narsa. O'qishdagi bo'lgan narsalar ham yordam beradi. Men bakalavr paytida endi A-level o'qiyotganimda ham bakalavr boshida ham McDonald'sda ishlaganman. Juda yaxshi ko'rganman McDonald'sda ishlash. O'sha yordam beradi juda ham. McDonald's qanaqasi yordam beradi hozir sizga? Men o'sha McDonald'sda bitta zo'r narsasi bor-da, Notting Hill McDonald'sda 3,5 yil ishlaganman. Zo'r bitta filosofiyasi bor. Hech qachon to'xtab turish mumkin emas degan filosofiya bor. Bo'ladi-da momentlar. Ishingizni qilib olasiz, to'xtaysiz. To'xtaysiz. Demak, kassada tursangiz odamlar keladi, narsasini olib ketadi-da, yo'q odam boshqa. Keyingisi kelguncha 20 sekund bor. Bizda gap bor edi, o'sha boshliqlar kelardi, aytardiki, yo'q, to'xtashing mumkin emas. To'xtab qolsang, bor bitta latta olganda qattiq artib turgan yoki nima deydi, ice olib kel, muz olib kel yoki tam bir narsa qilib turgan. Fries qo'ygan, bir narsa qilish kerak. To'xtash mumkin emas. Bosh turish mumkin. Mashina narsa qolib ketgan. Ichingda hozir masalan to'xtab qolsam, nimadirdi. Qanaqadir nito'da, masalan, sezaman. Nimaga to'xtab qolman? Nimaga guilt? Aybdor his qilasiz. Mashina narsa bor, qolib ketgan. Hamma narsa yig'iladi baribir oxirida. Hozirga kelgan vaqtingizda. O'sha xuddi puzzle bo'laklari bitta joyga yig'ilgandek qilib. Sizda ham xuddi shu. Xohlasangiz, xohlamasangiz o'sha opit bagaj yig'iladi. O'sha opitni rezultatisizda. To'g'ri. Hozir. Va hozir ham bu opit yig'ishda davom etyapmiz. Siz ham, men ham. Xushlik mana hozir ham juda ham ko'p qiziq startaplarga startaplar kam, bizneslarga, mayli, startaplarga umuman qiziq bizneslarga investorlik qilyapsiz. Nima sohalar sizga qiziq va nimaga imенно o'sha tanlagan yo'nalishlarni tanlagansizlar? Sohalar juda ham ko'p. Mana bittasini batareya aytib chiqdik. Ikkinchi qiziq hozir narsa bo'lyapti bizga meditsina. Meditsinada dori va apparat va software. Meditsina software. Biotexnologiya. Yo'q. Masalan, bitta proyektimiz bor. Proyektki kompaniya, tikilgan kompaniya. U kompaniyani ishi xirurgichskiy xonani boshqarish. AI orqali xirurg xonasini boshqarish. Masalan, buni ko'plar bilmasa kerak, no, даже Amerikada 0.5%, demak 0.5% xirurg protsedurada qanaqadir tanaga tegishli bo'lmagan narsa tananing ichida qolib ketadi. Masalan, tikilayotganda qaychi qolib ketadi, boshqa pinset bir narsa qolib ketadi. Masalan-da, prostoy primer. Bu degani Amerikadagi mamlakatda kichkina bo'lsa ham, 0.5% bo'lsa ham bor unaqa ehtimol. Kamida bu gospitallarga sutga berishadi. Kamida. U eng yaxshi joyida. Demak, bilib qolishadi, kelishadi, boshqatdan operatsiya qiladi, u tortib oladi, gospital sutga beriladi, gospital millionlar yo'qotadi. Yomon tarafi odamlar hayot tugashi mumkin mana shu deb. Va ko'p bo'ladi bu narsa. Mash kompaniya, bitta kompaniya gapirsa, bu kompaniya 450 ta gospitalda bor Amerikada. Har xil kameralar bor, ekranlar bor va xirurglarning ishini bilasiz. Juda ham qiyin. Uzoq ishlashadi. Har bitta minut, har bitta sekund konsentratsiya, butunlay konsentratsiya bo'lishi kerak. Bitta xato qilsa bo'ldi-da, u hayot bilan hayot emas farq. Bir xil protseduralar soatlab, 4-5 soat. Charchaydi odam. Xohlasang, odam xatosi, human factor u yoqda bor. Juda ham katta xatolar bo'lishi mumkin. Bir narsa yerga tushib ketadi, masalan,
bilmasdan olib qo'yish mumkin, uni ishlatib yuborish mumkin. Masalan, ko'p narsada turibdi, instrumentlar bittasi tushib ketdi-da, buni o'sha yomon tomonni o'rniga xato qilib, adashib bu yoqqa qo'yib yuboradi, o'shani ishlatiladi. Boshqa bo'ladi. Infeksiya va hokazo. Shu software hammasini qarab turadi-da, bir narsa xato ko'rsa, aytadi, to'xta, tikmay tur, mana bu yerda bir narsa qolib ketdi. Ol. Yoki bitta masalan ko'rsa, mana shu noto'g'ri olganini to'xta deydi, qizil ko'rsatadi, o'sha ekrandan senga gapiriladi. AI. Mana shuni noto'g'ri qilyapsan. Buni odam boshqarmayapti, boshqa qilmayapti, bu o'sha hammasi. Mana masalan software kompaniyalar bor. Zo'r, juda ham qiziq. Gospitaliga bu qiziq, chunki xato kamayadi. Mana shu deb. Yoki apparatlarga kelsa, prostoy bitta пример, defibrillator bilasizmi nimaligini? Ana tok bilan nima qiladigan, yurakni yurgizadigan. 80-yillardan biri qolganda ko'p defibrillator. Bizda mana shu jimlarga borsangiz, restoranlarga, katta yig'iladigan, odam yig'iladigan joylarga borsangiz, dovolda osilib turadi defibrillator. Unda batareykasi bormi, yo'qmi, hech kim bilmaydi. Ishlaydimi, ishlamaydimi? Lekin 80-yillardan biri, shu 90-boshidan biri innovatsiya bo'lmagan. Bitta kompaniya bor, Columbia University'ni shu studentlari qilgan. Ular defibrillatorni kommunikatsiya qo'shishgan. Demak, internet qo'shishgan unga va nimaga bu yordam beradi? Bitta endi bilasiz, agar yurak yomon bo'lib qolsa, birinchi nechadir minut eng muhim joy, kritichki. O'sha paytda bir narsa qilmasangiz, oxiri yaxshi bo'lmasligi mumkin. Va bunaqa joyda o'sha defibrillatorlar muhimda oldingizda bo'lish. Bu nima qiladi? O'sha defibrillator oldingizda bo'lsa, olasizda, qo'yasiz, u sizga aytadi, oson, juda ham oson o'qish, u sizga aytadi, qochib tur, men tekshiraman o'zi yurak bormi, yo'qmi, urilish. Sezsa urilish narsa qilmaydi, to'xtaydi. U hozirgi texnologiya. Agar sezmasa, уже boshlaydi protsedurasini, и сразу ambulansga telefon qiladi o'zi. Internetga ulangan, и o'sha yerda ambulansga уже report yozishni boshlaydi. O'sha yerda ambulans endi nechadir minut keladi-yu. Qanaqa yurak, nima bo'lyapti, qat uryapti, qat urmayapti. EKG yuboriladi. Hammasi уже location точно qayerdaligini, mana shunaqa narsalar bor. Undan tashqari, misol uchun bitta odam yiqilib tushdi-da, defibrillator yo'q hech qayerda. Ambulansga telefon qilindi. De, skoriy pomosh kelayotganda уже ular location qo'yadi-yu. Ko'radi atrofda. O'sha atrofini tekshiradi-da, defibrillator bor joy alarm signalizatsiya qilish boshlaydi. Men aytaman, ishlatinglar meni. Masalan, jimdasizda, yoki restorandasizda, oldingizda jim bor. Restoranda yo'q defibrillator, jimda bor. Shunda oldingizda. Bittasi yiqilib tushdi. Jimda anaqasi baqirishni boshlaydi defibrillator. Men bu yerdagi restoranda odam yiqilib tushdi, o'shanga olib bor meni deb. Ko'rsatadi navigatsiyada qayerga borishni. O'sha kimdir olib, jimda ishlaydiganmi, oddiy odammi, borib o'shanga yordam berish mumkin. Mana shunaqa narsalar bor. Buning uchun sistema ancha bir-biriga ulangan bo'lishi kerak, to'g'rimi? Shuni qila olishgan. Skoriy pomosh bir xil shaharlarda qila olishgan va u kattalashyapti. Mana shunaqa odamlarga pul kerak. Yoki dorilar. Bu ham juda ham murakkab ish o'zi. Nimalarga e'tibor berasizlar? Mana bitta qaysidir biznesga pul tikishdan oldin bu xayriya emas. Sizlarga qanaqadir ham buni qaytishini hisoblashinglar kerak. Nimalarga e'tibor berasizlar? Bu yerda juda ham ko'p faktor. 3 ta eng muhim faktor sanaydigan bo'lsangiz. Problema qanchalik katta va qanchalik yechim bor. Ikkinchisi bozor kattaligi va uchinchisi kim qilyapti. Kim qilyotgan nimaga muhim? Bu eng muhim bo'lsa ham kerak o'zi. Chunki menga o'xshagan yarim chala yurist dori chiqaraman desa, hech kim menga pul bermaydi. Chunki men kvalifikatsiyam yo'q bunga. To'g'rimi? To'g'ri. Yoki men masalan podkast qilaman desam, menga hech kim sponsorlik bermaydi. Podkast qiladiganlar ko'p hozir. Bilmadim, qilaman siz balki chiqib qolish mumkin. Siz masalan jurnalistsiz, sizda mana shunaqa qiziqish bor, temangiz bor, sizga shu sponsorlar tayyor pul berishga. To'g'ri. Investitsiyalardan tashqari o'zingiz ham
bizneslaringiz bor. Adashmasam podkastimiz 2-sonida. Birinchisi. Ikkinchisidami? Chunki birinchisida biz o'zimiz tanishtirganmiz, ikkinchisida Muzaffar aka bilan bo'lgan anaqasida. Bizani diqqatimizga tushgan bitta loyiha bor, Olov loyihasi. Olov loyihasi bu O'zbekistonda sovchilikni bir yangi an'anaviy bo'lmagan yo'li va buni asoschilaridan biri siz oilangiz bilan birga yuritayotgan proyektsizlar. Shu loyiha haqida gapirib bersangiz. Bu endi o'sha aytganingizdek turmush qurish uchun ilova, tanishuv ilovasi. Lekin seryozni o'sha turmush qurish uchun. Prosta tanishuv emas. Yengil-yelpi munosabatlar uchun emas. Shunaqa. Bir paytlar o'zi bu narsani o'zi tarixi uzun, lekin qisqa qilib aytganda men boshlaganimda bu narsani veb-sayt qilganman-da. O'sha WordPress solib, template'li qilib, veb-saytni ma'nosi shundayki, onalar uchun ijtimoiy tarmoq deb qilingan narsa o'zi. Yangi farzandli bo'lganlarmi? Yo'q. Bolasi katta o'ylanish vaqti kelgan onalar bir-biri bilan gaplashish uchun ijtimoiy tarmoq deb o'ylab topgan. O'zimchalar, yasovchilar uchun. Lekin test qilganimizda endi bir haftalik veb-sayt, bir haftada tuzganmiz, juda ham arzon test qilganmiz-da ozgina. O'sha test qilganimizda feedback shunaqa bo'lganki, onalar qo'shilishi unchalik zo'r bo'lmagan, lekin bolalarni o'zi qo'shilishni boshlagan. Tanishib boshlagan va bir-biri bilan gaplashishni boshlashgan. Va gaplashishda bir-birini WhatsAppini, Telegramni olib chiqib ketishgan. O'shanda o'ylab qo'yganman, bir vaqtim bo'lganda xudo xolisa mana shuni ilova qilish kerak, push notification bilan bir narsa qilish kerak deb o'ylab qo'ydim. O'zi nimaga bu narsa bo'lgan? Menda ham problem bo'lganda bu. Sizda ham sizda bo'lmagani, chunki siz Angliyadan oldin o'ylangansiz. Menga o'xshaganlar Angliyada yashaymiz, lekin o'ylanish kerak va ayollar ham bor, turmush qurish kerak. Topish qiyin-da, unda o'ylab qarasa. Bizda endi baribir o'zbegi o'sha musulmon bo'lsin, o'zbek bo'lsin, kriteriyalar ko'p. To'g'ri kelsin hamma tomondan degan narsalar bor. Bizlarni o'sha kichkinaligimizda menimcha hozirgacha bor, 20 dan 30 gacha bo'lgan yosh odamlar Toshkentga borganda baribir bu tomoni ham boradi. Borib qanaqadir qiz ko'radi yoki bola ko'radi, bir bilan uchrashadi. Va juda ham muammo bor. Mana boya kriteriyalarga qaraydigan bo'lsak, muammo bor. Bozor kattami? Bozor kattaki, o'zimdoq qarasangiz, O'zbekistonda o'zi mana shu proyekt qilishni boshlaganda nimaga o'zi proyekt qilgan? Prosta chista test qilish uchun va nimadir O'zbekiston uchun bir narsa qilish uchun. Va o'ylaganman, nima Coviddan keyin ancha seryozni kirishgansiz bunga? Coviddan keyin, lekin Coviddan oldin bo'lgan gap bu. Nima o'zi O'zbekistonda katta pul, katta bozor? To'y. Uy, mashina, to'y va shunga o'xshagan narsalar. Uy уже bor edi. Uy topadigan qanaqadir veb-saytlar. Uy bor va hokazo. Mashina ham bor edi. To'yga nima yordam bersa bo'ladi? Qanaqa qilib? Va oxirida borib o'sha baribir geografik arbitrajda bu. Geografiya bu yerda nima ishlayotgan bo'lsa, borib O'zbekistonda qilsa bo'ladi. Bu tanishuv saytlari ancha boomga chiqqan paytlar edi. O'z vaqtida Tinder bo'lsin, boshqa nimalar bo'lsin. O'shanga endi sal boshqacharoq qilib, o'sha onalar uchun qilib boshlaganman o'zi. Keyin o'sha gashtagga aloqasi bo'lgan narsa qiziqdi bu ham. Siz mana ikkinchi передачаlarda bizani aytdingiz, lekin o'zi gashtagga boshqacha aloqasi ham bor o'zi buni. Qanaqa? O'zbekistonda bitta yaqin do'stim bor, yoshlikdan do'stim, eng yaqin o'rtoqlarimdan bittasi Oybek degan. A'zam Xo'jayev. Telefon qilgan menga. Ko'rdingmi, men bu zo'r odamlar bor ekan Angliyada, intervyu qilishibdi Kunuzda. deb mendan so'ragan. Qanaqa ekan? Qarasam, demak Sanjar aka bilan Dilshod aka Monef boshliqlari intervyu qilishgan Kunuzda o'sha paytda. Shu o'rinda aytib qo'yaman, Monef bizani podkastimizni birinchi kundan beri qo'llab kelayotgan hamkorimiz. Alohida rahmat bildiramiz. Zo'r bank. Va shuni ko'rdingmi deb mendan so'rayapti. Ha, ko'rdim, taniysanmi? Taniyman. Zo'r ekanmi? Zo'r. Biz ham bir narsa qilaylik deb menga mana shunaqa bu sohada emas, bir narsa qilaylik birga deb mana shunaqa telefon qilgan. Men aytganmanki, o'zi qiziq, mana shu o'zi o'ylab yuruvdim.
mana shu olov degan o'sha paytda olov emas edi, love plov edi. Love plov, kстати, plov PLOVE de oxirida. Plov undan keyin hashtag bo'lib ketgan keyinchalik. Hozir hamma plov ishlatadi, no o'sha paytda yo'q edi u narsa. Hozir osh yesangiz, o'sha payshanba kunlari ko'plar o'sha hashtag plov qilib o'zi Love Project Love edi. O'shanga qo'yilgan o'zi. Olov lekin juda ham zo'r. Keyinchalik o'sha Oybek bilan o'ylab topgan otim olov bo'lgan, o'zi olov o'sha yong'in OLOV 4 ta harf. Bo'lganda boshida trademark ofisga borganmiz. Agentство bor O'zbekistonda. Nima dedi? IP ni? Intellektual mulk agentligi. Xuddi shunaqa. Borib olovni bizga registratsiya qilinglar deb borganmiz. Yo'q deyishgan bizga. Nimaga desak, chunki Amazonda Amazon Fire bizani klassifikatsiyada o'sha olgan. Tarjima ham qilinar ekan. Fire demak olov bo'lganligi uchun bizga bermagan. Unda ham ularda ham oxirida isi bor ekanmi? Isi yo'q. U paytda bizda 4 ta harf bo'lgan. Olov o'zi qanaqa yoziladi? Isiz yoziladi-ku o'zi. Yo'q deyishgan bizga. Men вообще qo'l qo'yman. O'zbekistonda demak intellektual mulk ishlar ekan agentsiyasi shunaqa shuncha narsani qilar ekan. Tarjimasini ham qilib, o'shanda qoidasi bo'yicha o'zi shunaqa, tarjimasi ham mumkin emas. Keyin o'ylab topib oxirida qo'shganmizda, masalan qilib boshlangan. Va test qilib ko'rganmiz. Odam ko'payib ketgan, singan. Hozir ham bir sinib turadi. Lekin Xudoga shukr, shu orqali ko'p to'ylar ham bo'lgan. Odamlar ham ko'p kelib turadi. Har xil odamlar bor endi. Yaxshi niyat bilan keladiganlar, yomon niyat bilan keladiganlar. Lekin baribir o'sha 100 mingta odam o'sha registratsiya qildi. Maqsad qanaqa kelajakda olovni qayerlarda ko'rsak bo'ladi? Endi kattalashtirish kerak. Bu Xudoga shukr O'zbekistonda team bor. Bunga qaraydigan, javob beradigan odamlarga 200 nechidir mingta o'sha match bo'lganda. O'sha odamlar sizlar orqali 200 mingta bu bir-biri bilan tanishgan odamlar. Endi men son точно bilmayman, hozir men sizga aytaman. Nechta odam turmush qurgan? Bormi unaqa statistika? Unaqa yo'q, chunki hamma aytmaydi bizga. To'g'ri. Lekin bilamiz, aytganlar bor. Bir kelib turadi, har hafta bir chiqib turadi. Kelinglar to'yga deb. Yaxshi. Rahmat deymiz. O'zbekistonda qanchalik 329 mingta ekan mana. Aktivni buni reklama qilasizlarmi O'zbekistonda? Faqat Instagram orqali. Instagram. Hozirchalik, lekin uni kattalashtirish kerak. Menimcha potensial juda ham katta. Ajoyib. Kursga omad, olovga ham, boshqa nimalarga ham ko'p hali gaplashadigan temalar bor, no vaqtimiz chegaralangan. O'shanga an'analar bor bizda. Podkast traditsiyalari bilasiz, ko'rgansiz, necha marta aytgansiz. Traditsiyalarning bittasi bu kitob tavsiyasi. Har bittaga mehmon bitta yo bittadan ko'p kitoblarni tavsiya qiladi. Siz ham bitta kitob tavsiya qilsangiz, nima kitob va nima uchun kitob? Men endi odatda fiction o'qiyman faqatki hozir badiiy adabiyot va u ham imенно fantastika ko'p o'qiyman. Non fiction unchalik ko'p yoqmaydi. O'qib turaman bir. Ayniqsa katta kitoblar bo'lsa, o'sha Sapienslarga o'xshagan yoki Why do we sleep? Yaxshi ko'raman. Nimaga uxlaymiz degan masalan katta kitoblar bo'lsa o'qib turaman. Lekin menga yoqadigan o'zi fantastika. Ayniqsa o'sha planetalar, kosmosda nimalar bo'ladi, shunaqa narsalar yoqadi o'zi. Isaac Asimov. Isaac Asimov endi u birinchi klassikalar, no hozirgi fantastikalar ham yaxshi. Masalan, oxirgi o'qiganlarimdan eng yaxshi ko'rganlarimdan bittasi bu Andy Weir Project Hail Mary. Martian bor-ku kitob, kinoni qilishgan. O'shani avtori. Boshqa kitoblari bor. Buni ham kinosi chiqyapti menimcha. Project Hail Mary. U ham nimaga qiziq, u o'sha bitta odam yerdan chiqib ketib, boshqa planetali o'sha qanaqadir sущество bilan tanishib qolib va odamgarchilik bo'yicha-da. Juda qiziq narsa. Menga o'sha fantastika yoqadi. Lekin tavsiya qiladigan bo'lsam, yoshlarga baribir klassikalarni tavsiya qilardim. O'sha paytda o'qigan narsalarim. Misol uchun menga eng yoqqan, ayniqsa do'stlik bo'yicha eng yoqqan narsalardan bittasi o'sha Aleksandr Dumaning kitoblari. Три mushketyorlar juda ham yoqadi menga. Bir-biriga o'sha aloqasi, bir-birini hurmat qilishi, do'stlik qanaqa qurilishi
Hammaga tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi ko'rgan kitoblar. Jumani вообще hamma kitoblari zo'r. Bundoq olib qarasa kitob бесконечныйda. Tavsiya qiladigan kitoblar ko'p. Har kuni har bitta vaqtda o'zi ikkita yoki 3 ta kitob o'qiyman. Bu kitoblarni topib, silkasini qo'yamiz. Sizlarga ham qiziq bo'lsa olib, o'qib, o'zingizning fikringizni bildirib qo'ysanglar bo'ladi. Xushlik bizani keyingi an'anamiz bu savol. Sizdan oldin kelgan mehmon kimligini bilmaysiz siz, ular ham kimligini bilmasa savol qoldirgan bo'ladi. U savolni siz ham bilmaysiz, men aytmaganman. Savol. Agar biror narsani mutlaqo unutish imkoniyatingiz bo'lsa, shunaqa imkoniyat berilsa, qaysi xotirangizni o'chirishni tanlagan bo'lardingiz? Mani o'zim kelsa, Xudoga shukr, unaqa hayotim yomon tomoni unaqa bo'lmaganda, Xudoga ming bor shukr. Bir narsa esimdan chiqib qolsa-da, shu yaxshi bo'lsa. Hammamiz sog'miz, oila yaxshi, ota-onam bor, Xudoga shukr. Bu juda ham yaxshi javob bo'ldi menimcha. Iloyim bundan keyin ham unaqa xotiralar bo'lmasa va umuman sizni mana hozirgi qilayotgan hamma faoliyatlaringizga ham o'zingizning bizneslaringiz bo'lsin, investitsiya bo'lsin, boshqa nimalar bo'lsin, omad tilaymiz. Rahmat. Yaqinda bitta narsaga ko'zim tushib qoldi, saxovatlik haqida, saxiylik, generosity haqida-da. Ko'pchilik odamning xayoliga saxovat deganda pul, finansiy nima keladi, moddiy narsalar keladi. Pul bersa, demak bu saxovatli degan. Lekin o'zi puldan tashqari ham odam saxiyligini ko'rsatadigan boshqa omillar bor-da. Odam agar o'zini vaqti bilan kimdir bilan bo'lsa, o'zining qiziqishlari bilan kimdir bilan bo'lsa, bu ham saxiylikning bitta alomati. Sizni mana shuncha vaqtingizni ayamasdan, mana vaqtingiz bilan, ham bizlar bilan, ham mana muxlislarimiz bilan bo'lishganingiz, qiziqishlaringiz bilan bo'lishganingiz, bu sizni saxiy odamligingizni ko'rsatadi. Sizga rahmat. Siz-ku bu vaqt ajratayotgan. Menga mana bu olayotgan suhbatdan keladigan nimasi qiziq. O'ylaymanki, bizlarning muxlislarga ham juda ham qiziq bo'ldi. Ko'p qiymatli bo'lgan biznes bo'lsin, tarbiya bo'lsin, umuman hayot bo'lsin, o'ziga kerakli narsalarni olishdi. O'zbek tili toza bo'lmasa ham. O'zbek tili toza bo'lmasa ham. Buni biz ko'p aytganmiz. Bu epizodimizda o'zbekcha yaxshi bo'ldi. Bizlarda boshqa qiynaladigan epizodlarimiz bo'lgan. Endi bu podkastda O'zbekistondan tashqarida yurgan odamlarning podkasti. O'shaning uchun bizlarning muxlislar to'g'ri tushunadi buni. O'sha ko'p nima xijolat bo'lmasdan aniqlik bo'ladi. Sizga rahmat. Siz mana shu qilayotgan ishingiz bu juda ham muhim menimcha. Biz endi siz bilan bir-birimizni ancha yildan beri taniymiz. Okangizlar, men, siz, ukam hammamizni Sanjar akani endi hamma biladi. Siz-ku bizani aytasiz, lekin sizni o'sha vaqt ajratayotganingiz, shuncha sponsorlaringiz xarajat qilayotgani, bu ham arzon narsa emas-da. Shunchalik professionalniy. Rost aytsam saxiylik. Bu hech narsa qaytarib, bu narsa olmaysizlar bundan. Biznesda bu narsa biznes qilib pul ishlash ham ko'p bo'lmaydi bu yerda. Reklama bo'lsa ham unaqa o'zini ozgina qoplasa qoplaydi, no. Lekin shu orqali ko'plarni mana elchixonani ko'rdik. Maza qilib ko'raman boshqa mehmonlaringizni, ularning hayotini, nima qiyinchilik, nima yaxshilik. Shunga olib kelish, shunchalik professionalni qilish va intellektualni qilish. Men ko'p mana shu siz orqali o'zi siz deb boshqa podkastlarni ham ko'rishni boshlaganman-da. Bu yaxshi feedback bizga. Va men bu Dovak bormi? Nima edi? Diary of a CEO yoki o'zbekcha podkastlar bor. U ham juda ham qiziq, lekin sizda o'sha o'zingizning signaturengiz bor. Katta rahmat. Biz buni auditoriya uchun qilyapmiz. Auditoriyaga qiziq, foydali bo'lgan insonlarni olib kelishga harakat qilamiz. Ko'p takliflar keladi. Necha pul bo'lsa sizlarning podkastga chiqish deb so'rayotganlar bo'lyapti. Lekin oldindan aytib qo'yaman, mana o'shdek hech narsa pul bermadik, pul olmadik ulardan. Qiziq bo'lgan, auditoriya qiziq bo'lgan, o'zimga qiziq bo'lgan odamlarni olib chiqamiz va muxlislardan bitta narsani faqat so'raymiz. Uni evaziga bizga podpiska qilib qo'yishlarini va biz haqida yana o'zlarining tanishlariga bildirib qo'yishlari. Chunki qancha auditoriya oshsa, shuncha bizga keladigan mehmonlarni ham ko'ndirishimiz osonroq bo'ladi-da. Mana siz mendan so'radingiz, nima reja? Sizda nima reja? Podkast masalasida iloji boricha shu yil oxirida kamida 100 mingta podpiskaga chiqishdi. Qani ko'ramiz, uddalay olamiz Xudo xolasa. Juda ham zo'r. Endi nima qilasiz unga? Qanaqa qilib chiqasiz 100 mingga? Unga mana sizga o'xshagan qiziq odamlarni olib kelamiz. Xudo xolasa chiqamiz. Sizga katta rahmat. Katta rahmat vaqtingiz uchun. Menimcha ulgurdik, to'g'rimi? Ha, ulgurdik.